Bunaqa toza semental shved qidirib yurgan aka-uka hojota hojonalarimiz bormidi? Sutemgisidan deganlarga sutemgisidan olib kelganmiz. Dahshatlaridan, udarlaridan. Menga o'tga kirganidan kerak deydi qon aka-ukalarimiz. O'tga kirganidan bor. Semental Eston bir dona Angus hamda shvedni udaridan baqaman degan hojota hojonalarimizga mana dahshatidan olib kelib qo'yganmiz. Udaridan bir yashar kurak chiqarmagan xunojan, yeb ichish sog'lomligi hamma yo'g'iga garantiya, xudo xohlasa. Shunaqa dahshatidan baqaman deganlar bormi mana? 4 son. Dahshat o'zi ham. Bunaqasi hadeb ham kelavermaydi, bir yashar. Ostilarini qaranglar, bu jonivorning ostilarini. Kechki videolarimiz xudo xohlasa boshladik. Biz uzoq yaqindan kuzatib turgan aka-uka do'st birodarlarimiz, hojata hojanalarimiizga barchasiga salom yo'llaymiz. Bo'lmasa biz videolarimizni boshlayveramiz. Kecha ham tushib qoldi. Bittadan like bosib, ozgina qilgan mehnatimizga tomosha qilaverasizlar. Bo'lmasa boshladik bir boshdan. Bu yerda 2 dona novvosimiz bor, semental, qolgani xunojan. Xudo xohlasa sutga kirgan, o'tga kirgan, sutemga bu yoqda bir dona qochma xunojillarimiz bor. Dahshatlardan. Manzillarimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani O'rta Shahrixon mahallasidan, o'zimizning xonadonimizdan bo'ladi. Bo'lmasa videolarimizni boshlardik. Xunojinchadan boshlaymiz. Xunojinchamiz toza german xunojin, bir dona, bir haftalik sutemga, yeb ichisi sog'lomligi hamma yo'g'i garantiya. Xudo xohlasa bo'zaylar dahshat. Oldi-keti, oyoq qo'llar baquvvat. Bu xunojinda qaranglar. Sigirim bor, qo'shib olaman deydi-ku, aka-ukalarimiz bo'lsa, sigiriga ham qo'shib beraveramiz. Dastavkalari vodiy bo'ylab dastavkalari bor. Vohalarga ham chiqaraveramiz, faqat kelishilgan holatda. Bo'zay dahshat. Xudo xohlasa sog'lomligi hamma yo'g'i joyida. Bunimizni narxiga keladigan bo'lsa, soskada ham sut ichaveradi. Narxiga keladigan bo'lsa, narxiga 10.500.000 so'm vodiy bo'ylab dastavkalari ichida. Bir haftalik toza german shved xunojinimiz. Bu yerda mana bir dona semental buqamiz bor. 20 kunlik orqalarini qaranglar, pachka bo'lib yotibdi jonivor. Dahshatidan olib baqaman degan, avstriyskiy bolasidan olib baqaman degan aka-ukalarimiz yana bir dona sutemgisini olib kelib qo'ydik. Tozasidan mana qaranglar, oq tumchuq, oq kiprik dahshatidan. 100 ga 100 shalpan qulog'idan. Sementalni tozasini olib baqinglar, mana zo'rini baqinglar, maza qilinglar. Oyoq qo'llarning baquvvatligini qaranglar. Sigirga qo'shsanglar, sigirda ham yemaveradi, soskada ham sut ichaveradi. Bunimizni narxiga keladigan bo'lsa, sementalni o'zingizlar bilyapsizlar, taydan tushib qolgani ham palon pul bo'lyapti novvosi. Narxi 17.500.000 so'm, vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. O'tga kirganidan so'raganlarga mana Estonni tozasidan mana orqalari pachka bo'lib yotibdi, dahshatidan mana. Ostilari ham buni bir dunyoyi, buni qaranglar, jonivorni. Kech bo'lganiga sababli videolarimiz nima bo'lyapti-yu. Qo'ldan kelgancha chiroyli video berishga harakat qilyapmiz. Toza Eston mana, dahshatidan kallalari paqircha keladi. Yosh oyligi 3,5 oylik. Yeb ichisiga, sog'lomligiga hamma yo'g'iga garantiya. Xudo xohlasa bo'zaylar nuqsoni yo'q. Mana bitta tortib beringlar. Bo'zaylar nuqsoni yo'q. Dahshat. Narxi 15.500.000 so'm. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Xayriga o'tib beramiz. Sunnatiga o'tib beramiz. Bo'zay dahshatidan 15.500.000 so'm. Kamini qilib beramiz, dastavkalarni qilib beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Semental ishqibozlariga mana bir dona semental buqamiz. 4,5 oy, 5 oylik atrofida yeb ichisi sog'lomligi hamma yo'g'i joyida. Toza semental, 100 ga 100 dan xudo xohlasa, oq tumshuq, oq kiprigidan, dahshatidan. O'tga kirganidan so'raganlar, mana o'tga kirganidan. Yeb ichisiga, sog'lomligiga hamma yo'g'iga garantiya, xudo xohlasa. Bo'zayimiz dahshat. Oyog'idan maza qiladi. Turishini qaranglar, jonivor turishini. Mashalloh, bittadan like bosib qo'yinglar shu bo'zay uchun. Toza semental baqaman degan aka-ukalarimiz bor mana tozasidan. 4,5 oy, 5 oylik. Narxi ham baland emas unaqa. Narxiga 23.500.000 so'm vodiy bo'ylab dastavkasi ichida.
Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Dahshatidan. Angusga gibrid so'raganlar, mana Angusga gibrididan, dahshatidan xudo xohlasa bir dona olib kelib qo'yganmiz. Yosh oyligi 5 oylik. Yeb ichtishiga, sog'lomligiga hamma yo'g'i garantiya. Xudo xohlasa bizda yashur kasalligi yo'q. Yashur kasalligi havodan yuqadigan kasallik. U narsaga birov garantiya bermaydi. Iloji boricha xonadonimizga ham kelib ko'raverasizlar. Birorta yashur kasalliklar yo'q. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. 5 oylik Angusga gibrid narxi 15 million kami bor. Vodiy bo'ylab dastavkalari ichida. Aloqaga chiqaverasizlar. Bo'zayni ko'ryapsizlar, to'qol variantidan, dahshatidan. Oyoq qo'llar baquvvat. Buni ostini bitta tomosha qilib qo'yasizlar, kech bo'lsa ham ko'rsatishga harakat qilamiz, qo'ldan kelgancha mana. Shvedni zo'ridan qidirib yurgan ukalarimiz bormidi? Bitta baqaman, zo'rini baqaman degan hojonalarimiz bor mana, dahshatidan. Toza shved, 100 ga 100 garantiya, savayski shved. Turishini qaranglar, jonivordi. Bir yashar, kurak chiqarmagan, buqaga tayyor, orqalarini qaranglar, pachka bo'lib yotibdi. Bitta tortib bering nima qilib yoriqqa. Qo'ldan kelgancha yorug'da ko'rsatishga harakat qilamiz buni. Ostilarini qaranglar, jonivordi. Moling bormi desa, bor deb liboy odamga maqtanib ko'rsataverasizlar. Dahshatidan, mashalloh. Bunaqasi hadeb ham kelavermaydi. Buni orqalarini qaranglar, orqalarini jonivordi. Buni bellariga bitta ahamiyat berasizlar, buni qaranglar. Hamma yo'g'i kelganda jonivordi. Bitta qaytaring mashmolni ko'rsataylik, yurish turishlarini. Jonivor mana. Zo'ridan baqaman deganlar bormi? Narxi ham unaqa baland emas. Ko'ryapsizlar, shved simentallar palon pul bo'lib ketdi. Unaqa qimmat narx qo'ymaymiz. Chiroyli qilib beramiz. Sunnatiga, xayriga o'tib beramiz. Mayli vodiy bo'ylab dastavkalarni qilib beramiz. Narxiga 26 million 500 ming so'm vodiy bo'ylab dastavkalari ichida. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Zo'ridan baqaman deganlar bor mana. Mana shu tarafga bitta torting oldi. Jonivor. Dahshatidan mana. Oyog'idan maza qiladi xudo xohlasa. Aloqaga chiqaverasizlar ekrandagi nomerlarga xudo xohlasa. Ozgina qilgan mehnatimizga bittadan like bosib ketasizlar, ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar.